Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Oldi bilan xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz. Amerikaning sobiq davlat sekretari Mike Pompeo yaqinda Tayvanni ziyorat qilmoqchi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandi Irlandiyani Xitoyga qarshi amaliy harakatga o'tishga undadi. Mong'oliyadagi Xitoyga qarshi faoliyatchi qo'lga olindi. Kishilik huquq faoliyatchilari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy komissari Michel Bacheletni Sharq Turkiston to'g'risidagi kechiktirilgan dokladni e'lon qilishga chaqirdi. Xitoyning Avstraliyadagi bosh elchisi Xitoyning Avstraliya bilan bo'lgan munosabatni yaxshilashni umid qiladiganligini bildirdi. Tarafdan embargolarga duch kelayotgan Rossiyaning iqtisodda bargan sari Xitoyga tayanib qoladiganligi mo'ljallanmoqda. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Al Jazeera to'rining 21 fevraldagi xabarda ko'rsatilishicha, Amerikaning sobiq davlat sekretari Mike Pompeo 3-martdan 5-martgacha Tayvanni ziyorat qilgan. Shundaqla bu jarayonda Tayvan tashqi ishlar ministri Wu Jiaoxi bilan ko'rishadigan va bir oqilli amirda so'z qiladigan. Tayvan doiralari mazkur ziyorat to'g'risidagi bayonotida Pompeoning bu ziyoratini Amerikadagi har ikki partiyaning Tayvanga bo'lgan kuchli qo'llashining shundaqla Amerika-Tayvan munosabatining bargan sari kuchayotganligining ifodasi degan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandining agar Irlandiya kishilik huquq haqiqiy ko'ngil bilsa, cho'qim Uyg'urlar uchun o'tirg'i chiqish kerak mavzuliq maqolasi 21 fevral Irlandiya vaqt kesida e'lon qilingan. Dolqun Aysa apandi mazkur maqolasida Xitoyning Uyg'urlar qaratgan irqiy qirg'inchiligi va uning ayollarni majburiy tug'mas qilib o'tish, bolalarni oilasidan ayirib o'tish, majburiy emgak qatorliq turli ifodalari shundaqla o'z ota-onasining Xitoyning lagerlarida jon o'zganligi to'g'risida qisqacha to'xtalgandan keyin hali ham Xitoy bilan bo'lgan savdo munosabatini millionlagan kishining hayotidan aziz bilayotgan, Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatlari ko'z yumayotgan hukumatlar borligini, Irlandiya hukumatining Xitoy bilan bo'lgan qo'sh va ko'p tarafli uchrashishlarda bu xususdagi andishimizni ifodalab keldik deganni bahona qilib, Xitoyning zulmiga qarshi amaliy harakat qo'llanmaganligini tanqid qilgan va Irlandiya hukumatini amaliy harakatga o'tishga undagan. Frans 24 to'rining 22 fevraldagi xabariga ko'ra, Mong'oliyadagi Xitoyga qarshi faoliyatlar bilan tanqid chiqargan kishilik huquq faoliyatchisi Monxibayar Cho'lunduruj atalmish chet el istixborotidan yo'l yo'riq va mablag' olgan degan sabab bilan Mong'oliya istixborot doiralari tomonidan qo'lga olingan. Mong'oliya istixborot doiralari uni qonunsiz faoliyatlar bilan shug'ullangan deyish bilan cheklanib, u zodi qaysi davlatning istixborot tarmoqlari bilan munosabat o'rnatgan deganlar haqida tafsiliy ma'lumot bermagan. Egilinishcha Monxibayar Xitoyning ishki Mong'oliyadagi Mong'ollarga qaratgan assimilyatsiya siyosatlarini qattiq tanqid qilgan. Shundaqla Mong'oliyaning Xitoyga yaqinlashib ketganligiga e'tiroz bildirib, Mong'oliya mushu tariqada Xitoy bilan yaqinlashsa, Mong'oliya xalqining hammasi Xitoyning qo'llariga aylanib ketadi degan. Hatto Xitoy bilan quyuq munosabat o'rnatgan Mong'oliya bosh ministrini istifa berishga chaqirgan. Mazkur tutish buyruqining orqasida Xitoyning qo'li borligidan gumon qilinmoqda. Reuters agentligi to'rining 22 fevraldagi xabariga ko'ra, kishilik huquqni kuzatish tashkilotining ijroiya mudiri Ken Ross Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michel Bacheletni 7-mart Birlashgan Davlatlar Tashkilotida o'tkazilgan kishilik huquq oliy kengashining yig'inidan ilgari Sharq Turkiston to'g'risidagi dokladni e'lon qilishga chaqirdi. Shundaqla u yana Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari tishxonasining bayonotchisining bultur 12 oyda Sharq Turkistondagi kishilik huquq ahvoliga aloqador mazkur dokladning bir qancha hafta ichida e'lon qilinganligini aytgan bo'lsa-mu, ta hozirgacha kechikib ketganligini aytgan. Mazkur dokladning toki Xitoydagi qishliq olimpik tugagicha kechiktirilishining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bilan Xitoy orasidagi yo'shirin kelishimlarning mas'ul ekanligi to'g'risida kuchli farazlar mavjud. Avstraliyadagi News Store'ning 24 fevraldagi xabarida ko'rsatilishicha, oldingi oyda Xitoyning Avstraliyadagi bosh elchiligiga tayinlangan Shao Chen o'z davlatining Avstraliya bilan bo'lgan munosabatni yaxshilash uchun qadam olishni xohlaydiganligini, shundaqla o'zining yangidan bosh elchilik tayinlanganligining Xitoyning ikki davlat orasidagi munosabatni yaxshilash va qaytadan suhbat boshlash orzusining ifodasi ekanligini bildirgan. Avstraliya bilan Xitoy orasidagi munosabat 2020 yilning boshida boshlangan Xitoy virus vabosidan keyin izchil yomonlashmoqdan bo'lib, texi oldingi hafta Avstraliya bosh ministri Scott Morrison o'ktish partiyadagilarni tanqidlash jarayonida ularning Xitoy yoqtiradigan kishilar ekanligini ilgari surib, Xitoyga qarshi qattiq pozitsiyasini davomlashtirgan edi. Al Jazeera to'rining 25 fevraldagi Xitoy Putinning iqtisodiy panohgohi bo'lib qolamdi mavzuliq maqolasida
Ukrainaga tajovuz qilganligi sababli Amerika, Angliya, Germaniya, Yaponiya qatorliq davlatlarning iqtisodiy embargolariga duch kelgan Rossiyaning buningdan keyingi mezgilda iqtisodiy jihatda Xitoyga texmo bak tayinib qoladiganligi mo'ljallangan. Texmo bak diqqatni tortadigan shuki, Xitoymi bu xil yuzlanishni qarshi oldiganligini ifodalab, Putin Ukrainaga urush qo'zg'aganligini jakarlagan kuni o'zlarining Rossiyaning bug'diga qaratgan import cheklamasini bekor qilganligini jakarlagan. Xitoyning bu qilmishi tahlilchilar tomonidan xalqaroning Rossiyani javobgarlik tortish harakatiga buzg'unchilik qilish o'rinishi, shundaqla Rossiyaga bo'lgan qo'llashning ifodasi deb qaralgan. Yana kelib iqtisodsonos Alisha Garsiyani o'z ichiga olgan mutaxassislar G'arbning navbatdagi embargo salmoqining to'limi yetarsiz ekanligini, shu vajdan Xitoyning Rossiyani qo'llaganligi sababli hech qancha badal to'lamaydiganligini va natijada Rossiya bilan bo'lgan iqtisodiy hamkorlikni davomlashtiradiganligini, buning G'arbning tirishchanligiga salbiy ta'sir ko'rsatadiganligini o'ttirib qo'ygan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.